Chipyon Smart Drive. Endi bularga nima qilindi? Endi komfort uchun qilindi. Komfort uchun nima degani? Faqat mashina haydash emas, buni как telefonni, mashinani, как telefonda gadjetni boshqarsa bo'ladi. Telefonda yo'q narsa, misol uchun голосовое управление bularda bor. Siri, YouTube bemalol ishlaydi. Голосовой любой narsa, svet yoqasizmi, svet o'chirasizmi, misol uchun Siri включи свет. Siri, выключи свет. Siri, выключи свет. Bular hammasi nima uchun? Для komfort uchun. Для komfort. Tablo, navigator, bu YouTube, любой narsani ko'rib turasiz. Bu yerda Alisa bilan gaplashib turasiz. Bu yerda o'zingizga kerak programmalar, hammasi kerak bo'ladigan narsalar, programmalar yozilgan bo'ladi, hammasi. Kerakli приложениялар, qurolligacha, hammasi radiolargacha yozilgan bo'ladi. И также bularda avtoparkovka ishlamaydi. Bu yerda avtoparkovkani ham ishlatib berdim mana. Bularda ko'pincha kelganda avtoparkovka aktivatsiya bo'lmagan bo'ladi. Aktivatsiya qilib berdim. Bu hammasi komfort uchun. Kim o'zini komfortini xolasa yoki mashina haydash shunaqa funksiyalarni ishlatadi, yo komfort xohlamasa, Gentra Cobalt yuraveradi. Endi возможность bo'lgandan keyin shu narsalarni ishlatish kerak. Bu mashina возможность beradi ishlatishlarga. Hamma narsa, bu yerda YouTube ko'rasizmi, bu yerda YouTube ko'rasizmi, farqi yo'q. Возможности bor. O'shanga maslahatim, bunaqa mashina olganinglardan keyin, Xitoy mashina olganinglardan keyin, Xitoy, german, nemetskiy demayman, italyanskiy, amerikanskiy demayman, именно Xitoy mashina olganinglar, hamma почти 99% Xitoy mashina hamma narsaga установка qilsa bo'ladi. Komfort bilan mazza qilib haydab yurasizlar. Kerak bo'lsa, kelavringlar, любой mashinaga qilib beraman. Rusifikatsiya, голосовое управление, tabloga navigatorlar, bular hammasi ko'rdinglar, rusifikatsiya bo'lgan. Mana ko'ring, ham nimasi yaxshi bularga D-Link kelgan, versiyasi обновление qilsa bo'ladigan kelgan bularga. Versiyasini bemalol обновление qilsa bo'ladi. Telefon quvuraydi.